Ijtimoiy tarmoqda Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yo'l patrul xizmati inspektori xizmat vaqtida uxlab yotgani aks etgan video lavha tarqaldi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati holatga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, holat 19-mart kuni Guliston Buka Angren Qo'qon Andijon orqali O'sh avtomobil yo'lining Ohangaron tumani hududidan o'tgan 126-127 kilometrlari oralig'ida sodir bo'lgan. Shu kuni soat 12:30 larda transport vositalarining tezligini qayd qiluvchi maxsus avtomatlashtirilgan radar moslamasi bilan jihozlangan Nexia 3 xizmat avtomobilida yo'l patrul xizmat xodimi uxlab yotgani noma'lum fuqaro tomonidan video tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqqa tarqatilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda.